Mana aziz obunachilar, kanal a'zolari, Hoji aka kelganlar, o'zini delegatsiyasini olib kelganlar. Mana ish jarayonlari kuzatyapti. Nima qanaqa kamchiliklar bormi? Sod aytib, buni to'g'rilash kerak deb o'rgatib ketyapti. Bizni kuzatishda davom eting. Men Nukus shahriga kelib taqiyat olishga keldik. Elbek g'izzotlariga bir joyda ikkita g'izot joylashilgan. Biz bunaqangi katta ob'yomli g'izotlar ko'rmaganmiz. Ishlari haqiqatan sifatli, apparatlari ham ishlab chiqarishlari ham bu yerdagi ligirovkani juda mo'shni olingan. Bir joyda ikkita g'izot haqiqatda bergan narsamiz bu darajada ishlab chiqarishi biz ko'zimiz yetmagan edi. O'z ko'zimiz bilan ko'rib bizga yanada o'zimizga bir nima deydi duh oldik. Yo'lib qaraganda albatta Elbek aka shu narsani bizga ko'rsatdi. O'zimiz bilan hammamiz kelib ko'ryapmiz. Ularga binoan 7 biletini qo'yib bering dedi. Men sizdan 3-7 ni bittasi olib kelib qo'yib berganmiz bergan. Mana 7 ni yaqinroq qo'yilak 7 chiqarsa ham bo'lar ekan. Bu yerda bu 7 raqam bir bunaqasi deb qo'yilgandi, bunaqasi deb qo'yib berilyapti. O'zini brendi bo'ldi bu 7 raqamlik. Taqiya tosh 7 kitich. Mana devorga bunday uriladi. 7 mana. Bunaqasi qo'yib bo'lmaydi, ko'pchilik shuni qo'yadi. Ne qo'ysa devor urilgan 7 raqam chiqib turadi mana. Biz sifatini ko'ryapsizlar mana. Narigilar yumshoq. Narigi vaqti qattiq. Vaqt 2024 birinchi yipiskasi, 2024 oxirgi 2025 boshi, televizordan chiqqan. Ishda tiklovchi bu hamma narsalar 2026 ga endi umuman o'xshamaydi. 2026 bunga umuman o'xshamaydi. Boshqa narsa chiqadi. Hamma detallari yo'q boshqa mana. Lekin shu ham ishlayapti mana. Sezonni boshida berilgan, sezonni oxiri. 2024-2025 nakabitligalarimizda ugonlik ishlatilgan. Shu sababda mana bu yerda adxod qolib ketadi. 2026 bu yerda adxod qolmaydi. Bir ochiq turibdi, ochiq. Umuman bu yerda hech qanday shveler yo'q hozirgida. 2026da bu yerga shveler qo'yilmaydi. Shuna tushga adxod, beri turmaydi, rolikka kirmaydi, tush ketadi. Hech qanaqa shu yerda yo'q. Boshqa joydan olib o'tganmiz. Achchiq ochiq bo'ladi. Mana bu narsalar ham eski tipda shunaqa bo'lgan. Reduktorlar hamma narsa hozir o'zgargan. Bo'lib qo'ydi aka. Bu yoqda salonga yaxshi, maqbul ham yaxshi. Ancha zo'r chiqaradi. Mexanik yaxshi-da. Bularda yoshda. Rahbar yaxshi bo'lish kerak. Hamma glavniy. Yo, ikkalasi ham bir xilmi? Ikkalasi ham bir xil. Bu yoqdagi hammasiga.